Munisa Rizayevani oshxona mebeliga vizualni ko'rib chiqib, taxminiy nech pul ketganini hisoblab beraman. Bu yerda oshxonaning metri 3 metrga 3,5 metr, общий 6,5 metr, o'rtada orolcha astrovokimiz bor, u 2 metr bo'lgan, eni 1,60 li bo'lgan. Mebelimizni narxi 1200 dan metr pogonnisi, общий orolcha bilan qo'shganimizda 10200 bo'ladi. Ustidagi toshni astrovokka keladigan bo'lsa, metr pogonnisi betda $300 foydalanishgan, chunki gullari bo'rtib turibdi. Kvartsi общий uzunligi betda 16 metr chiqyapti, narxi $4800 bo'ladi. O'rtadagi astrovok bilan. Umumiy hisobda mebelimiz $15000 bo'ldi. Endi bu hali premium emas, shpondan bitta past urovень bu. Sizlar shu narxga oshxona mebeli qildirgan bo'larmidingiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Undan tashqari biz planirovkaga qarab mebelni narxini 3 xil narxda chiqarib beramiz. Kommentariyada plus qoldirasiz. Direktdan planirovkangizni jo'natib qo'ying. Keyingi videoda sizning mebelingizni hisoblab beramiz.